Hozir tag'in nima gaplar, nima shikoyatlar bizga? Biz endi ashi yurak bo'yicha nima kelgandim. O'zi 19-yili bo'lgan bu. Men ko'proq askir yillarda o'sha nimalarda xususiylardan ko'p yotdim. Davolanib kelasiz. Har 6 oyda keyin 1 yil yotdik. Endi hozir mana kunlasi yana sal quvvat yo'q bo'lib shunaqa bo'lyapti. O'shanga bir lechina qilib, bir qonni suyultirib olaylik. Qachon olganmiz lecheniya oxirgi marta? 1 yildan o'tdi. Nimaga uzoqib ketdi? Nima bo'lmadi-da. Qishga kirishda qilmadingizmi? Yo'q. Ya qishda qildim. Qishda qildim. Shu hali yo'tal bo'lgan. O'sha bahonasidan o'z aqlimda o'rganib lechina qildim. Bo'ldi, yengilroq. Endi tomog'i uchun qilingan xolos. Hop, og'riqlarimiz bormi? Og'riqlar endi go'yoda bir hali sanchib qoladi. Undaqa bir qattiq og'riq. Doimiy tabletkalarimiz bormi ichadigan? Nimaga? O'sha yerda olinadi, shu bilan. Bo'ldi, shu bilan ichmay qo'yaveramiz. Shunaqa qilasizlar-da. Endi bunaqada olgan ukollaringizni tabletka ko'rinishida ichib yursangiz, yaxshi yuraverasiz. Nimagaki, qonni suyultirib turish kerak. Yosh katta bo'lyapti, iloji yo'q, ha? Qon qo'yilib. Qo'yilib ketib qoladi. Yurakka, miyaga ozuqa yetib borishi qiyin bo'lib qoladi qon qo'yilgandan keyin. Shuning uchun doimiy bu yoqlarga bormaylik, bir vaqtda ham bilaylik bo'lmasanda. Xo'p bo'ladi. Behalovatliklar bor ekan yuragimizda. Hozir o'sha jinday nimada Beryapti. ichi harakat ko'proq bo'lib qolsa, Qarang, hozir nimalik borda, tez uryapti yuragimiz. Nimagaki nagruzka bilan ishlayapti-da. Davleniyamiz oshadimi, tushadimi? davlina meniki hech bir oshib ketgan yo'q. Davlina yaxshi. Yaxshi. O'sha 80 ga 120 doim. Hop, uyqularimiz qanaqa? Uyqu rosa zo'r. Yaxshi uxlaysizmi? Ishtahamiz-chi? Kelib qolsa kechgacha ham Uxlayveradi. cho'zilib. Ishtahamiz-chi? Davlat Yaxshi edi. Hazm qilyaptimi? Azmlari yaxshi. Hop, kekirishlar. Shu nimaga yengilligi ko'proq boriladi. Suv ko'proq choy ichiladi. Shu kekirish kelganda o'sha nima hech bezovta bo'lganda kekirish keladi. Hop, siyganda, achish, tulish, Yo'q, unaqalar yo'q. borganda quvug'ingiz oxirgacha bo'shaydimi? O'sha qiyin. Qiyin bo'lyapti. Bu degani o'sha yoshimiz katta bo'lganda prostatit rivojlanadi ko'pchilikda. Hali oldin shovullatadi, hozir unaqa. Unaqa emas, necha tutilish bor. Napor pasayib qolgani, to'liq bo'shamaydi. Ayrimlarda tomchilab qolish bo'ladi, ayrimlarda ulgimay qolish bo'ladi, ayrimlarda shunaqangi yetib boradi, siyadi, unaqa to'liq bo'shamaydi-da quvuq. Necha turib bor. Yaxshi. Xo'p, qo'llarimizda uyushishlar bormi? Yo'q. Uyushlar yo'q. Qani qo'lni beringchi. Qattiq qilsangchi. Yaxshi, kuch-quvvati joyida, yaxshi. Endi Hoji tog'a, o'zingiz bilgan, bilmagan holatda davleniya chiqib qolyapti. Qonimiz quyuqlashyapti, davleniya chiqib qolyapti. Endi bu narsani mana o'zingizdan mana so'radimki, davleniya oshadimi, tushadimi? Yo'q, tushmaydi ham, ko'tarilmaydi ham deyapsiz-da. Xo'p, hozir davleningiz balandroq, Hoji tog'a. Endi haligi biz borini aytishimiz kerak, iloji boricha. Jicha davleniyamiz balandroq, u davleniya u balandlikka yetgungacha ham o'zidan o'zi chiqib olmagan. U etap chiqqan, boring 120 bo'lsa, 130 ga chiqqan, 140 ga chiqqan. Siz organizm kuchlilik qilyapsiz-da, yengib yuribsiz, lekin davleniya chiqib qolyapti. Endi bu narsani lecheniyasidan keyingi etapda tabletkalarni ichib yurishingiz kerak. Lecheniyani qilishimiz kerak, xudo xolasa, undan keyin yaxshi bo'lib olib, undan keyingi tabletkalarini doimiy ichib turadigan tabletkalar ichib turishimiz kerak. Oshqozonga, jigarga, yurakka ziyoni yo'q tabletkalar bor. Endi hozir zamonaviy tibbiyot bo'lib ketdi. Dorilarda haligi ziyoni kamaytirib borilyapti, foydasi ko'paytirib borilyapti. Misol farmatsevtika ham yaxshi rivojlandi, talab kuchayib ketdi. Shuning uchun umuman o'ylamaysizda, ko'pchilik o'ylaydi, ichishga erinadi, yo boshqa joyimga zarar kelib qoladi deydi-da, ichgisi kelmaydi-da. Unaqa narsa bo'lmasdan yaxshi dorilar yozib beramiz, ichib turamiz.